taklif etamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi ispaniyalik taniqli mutaxassis, barchamiz uchun qadrdon bo'lgan Jose Maria Mendes bugungi dasturimizning mehmoni bo'ladi va biz demak bo'lamiz. Assalomu alaykum. Demak biz media janoblarga tushuntirib o'tdik. Bu yerda 4 ta birinchi tartib raqami ostidagi jamoalar jamlangan va aynan mana shu 4 ta jamoa bilan biz boshlab beramiz. Marhamat, biz aralashtirib va hammasi shaffof tarzda bo'ladi do'stlar. Demak, bemalol menga ko'rsatishingiz mumkin. Mana qadrli do'stlar, birinchi jamoa bu A1 guruhi, A guruhidagi birinchi jamoa Toshkent viloyatining OKMK jamoasi. O'zbekiston Kubok musobaqalarida ham, O'zbekiston chempionat bahslarida ham ayni paytdagi eng nomdor jamoalardan biri. Demak, bu jamoalarni biz tashlab qo'yamiz va navbatdagi jamoa mana bu guruhdan olamiz va B guruhidagi birinchi jamoaning nomiga aniqlik kiritamiz, qadrli do'stlar. B guruhidan o'rin egallaydigan jamoa ko'rsatishingiz mumkin. SQB. Marhamat, mana do'stlar, ayni paytda O'zbekiston chempionati bahslarida sovrinli o'rinlarga asosiy da'vogarlardan biri bo'lib turgan jamoa SQB jamoasi B guruhida birinchi tartib raqami ostida saralandi. Endi C guruhidagi birinchi jamoaning nomiga aniqlik kiritib olamiz. C guruhidagi birinchi jamoa amaldagi kubok sohibi, marhamat ko'rsating. Kameramizga ko'rsatishingiz mumkin. BMB Professional Futsal klubi jamoasi. Demak, C guruhida birinchi tartib raqami ostida saralandi va o'z-o'zidan endi oxirgi jamoa bu o'tgan yilgi kubok musobaqamizning finalchisi bo'ladi. Buxoroning Oil Star jamoasi. Marhamat. Oil Star jamoasi D guruhida birinchi tartib raqami ostida saralandi. Demak, biz guruhlardagi asosiy bosh jamoalarning nomiga aniqlik kiritib oldik. Bu jamoalar o'tgan musobaqada yarim finalda o'ynaganligi bois ham dastlabki guruh bosqich bahslarida bir-birlariga duch kelmasligini ta'minlash uchun ham mana shunday tartibga demak rioya etildi va endi Oliy Liga jamoalarini guruhlarga tafsillab chiqamiz do'stlar. Demak, A guruhidagi ikkinchi tartib raqami ostidagi jamoa yaxshi barvaqt bo'lamiz. Va mana Mendes janoblarning qo'li yengil keladi deb umid qilib kutib o'tirgan muxlislarimizga Maksam Chirchiq jamoasi. Toshkent viloyati jamoalari bitta guruhdan o'rin egallayapti. Toshkent viloyatining OKMK hamda Maksam Chirchiq jamoalari A guruhidan o'rin egalladi. Endi B guruhidagi ikkinchi jamoaning nomiga aniqlik kiritamiz. B guruhidan qaysi jamoa o'rin egallaydi? Mana hozir bilib olamiz do'stlar. STB jamoasining guruhdagi raqibi Bunyodkor. Demak, Toshkentning Bunyodkor jamoasi. Qaldirg'ochlar ham uzoq yillar mamlakatimiz musobaqalarida asosiy sovrinlarga da'vogarlik qilib kelgan jamoalardan biri. Endi C guruhidagi ikkinchi tartib raqami ostidagi jamoa demak, C guruhidan o'rin egallagan jamoa Oliy Ligaga yo'llanmani qo'lga kiritgan Guliston jamoasi. Anchagina sifatli o'yinchilarni jamlagan bu jamoa ham C guruhidan BMB jamoasining raqibi bo'ldi. Jizzax Sirdaryo jamoalari bitta guruhdan o'rin egallayapti va nihoyat D guruhidagi ikkinchi saralangan jamoa kim bo'ladi? Hozir bu nomga ham aniqlik kiritamiz. Toshkentning Lokomotiv jamoasi. Lokomotiv jamoasi temir yo'lchilar keyingi guruhdan o'rin egallashdi. Va endi 4 ta jamoa qoldi. Bu demak guruhlardagi 3-chi saralangan jamoalar bo'ladi. Marhamat. Biz mana bu demak Farg'onaning Neftchi jamoasi A guruhidagi 3-chi jamoa. A guruhidan o'rin egallagan 3-chi jamoa. Endi B guruhidagi 3-chi tartib raqamli jamoa Qarshining Nasab jamoasi.
SKB Bunyodkor va Nasral jamoalar anchagina kuchli jamoalar jamlanayotgan guruh bo'ldi. B guruhi ham va C guruhidagi 3-jamoaning nomiga aniqlik kiritamiz. Demak, BNB hamda Guliston jamoalarining raqibi kim bo'ladi? Samarqandning Dinamo jamoasi. Samarqandning Dinamo jamoasi B guruhidan, demak C guruhidan o'rin egalladi 3-jamoa va nihoyat Oliy ligadagi so'nggi jamoa bu Navoiyning Qizilqum jamoasi. Mana ko'rib turibsiz. D guruhidan o'rin egallayapti. Bu jamoalari bu yerda Toshkentning Lokomotiv jamoasiga qarshilik ko'rsatadi. O'yinchilar Lokomotiv Qizilqum jamoalari. A guruhida OKM Maksim Chirchiq Neftchi, B guruhida SKB Bunyodkor Nasab, C guruhida esa BNB Guliston hamda Dinamo jamoalari o'rin egalladi. Qani do'stlar, biz Oliy liga jamoalarini taqsimlab bo'ldik va endi chap tomondagi savatchada birinchi liga jamoalari qoldi va hozir demak media sharoitlarning yengil qo'llari bilan biz mana shu jamoalarni ham sinab qolamiz. Marhamat. Anchagina qiziqarli guruhlar shakllanyapti. A guruhidagi 4-jamoa bu Jizzaxning Politexnik jamoasi. Anchagina iste'dodli o'yinchilarni jamlagan jamoa Politexnik ham formaga o'rinlarga Oliy liga jamoalariga yo'llanma uchun ancha jiddiy kurash olib bordi bu jamoa. Endi B guruhidagi 4-jamoa kim bo'ladi? Jizzaxning Futbol akademiyasi jamoasi. Demak, Jizzaxning jamoalari 3 ta guruhga taqsimlandi. Bitta guruhdan o'rin egallamadi Jizzaxliklar. Va keyingi C guruhidagi 4-jamoaning nomi kim bo'ladi? Mana bilib olamiz. Bu birinchi liganing bronza medallari sovrindorlari Qoraqalpog'iston Respublikasining Aral jamoasi. Aral jamoasi C guruhida 4-tartibda jamoasiga shakllandi va D guruhining oxirgi jamoasi hozir bu 4-jamoani bilib olamiz. D guruhidagi oxirgi jamoa ko'rgandek bu yerda 4 ta jamoa o'ynaydi va qaysi jamoa bo'lar ekan? Bu demak Oliy ligaga o'tish vaqtlarida qatnashadigan birinchi liganing kumush medallari sovrindorlari Xorazm jamoasi. Mamlakatimizning birinchi chempionlari Ro'zmat Madagir jamoasining izdoshlari. Demak, D guruhidan o'rin egalladi. Va endi qadrli do'stlar, 3 ta guruhga taqsimlab olamiz. Hozir A guruhidagi 5-jamoa kim bo'ladi? Mana bu jamoa aniqlik kiritamiz va bu O'zbekiston yoshlar terma jamoasi. Yoshlar terma jamoasining oldida anchagina muhim musobaqalar turibdi. Aynan o'sha xalqaro maydonlarga chiqish oldidan yaxshigina ko'rik vazifasini o'tab beradi O'zbekiston va bu musobaqalar ham. B guruhidagi 5-jamoa Terdu jamoasi, Surxondaryo viloyatining Terdu jamoasi B guruhida 5-tartib raqamidan o'rin egalladi. Va nihoyat oxirgi jamoa mana bu jamoaga aniqlik kiritib olamiz. Andijon viloyati Bobur jamoasi C guruhida 5-tartib raqami ostida saralandi. Demak, qadrli do'stlar, qurilish jarayonini yana bir marta yakunini bilib olamiz. A guruhidan OKMK, Maksim Chirchiq, Farg'ona Neftchi, Jizzaxning Politexnik hamda O'zbekiston yoshlar terma jamoalari o'rin egallashdi. B guruhida esa SKB, Bunyodkor, Nasab, Jizzax futbol akademiyasi hamda Terdu jamoalari, C guruhida BNB, Guliston, Dinamo, Aral hamda Bobur jamoalari o'rin egallashdi. Nihoyat D guruhidan O'yinchilar Lokomotiv, Qizilqum, Xorazm jamoalari o'rin egallashdi. Aytib o'tganimdek, bu musobaqalarning guruh bosqich bahslari 29-apreldan 6-maygacha bo'lib o'tadi va O'zbekiston Futzal Federatsiyasining ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib borsangiz, biz yana bir necha daqiqalardan keyin bevosita hisobot maqolamizni qo'yamiz va o'yinlar taqvimi bilan ham tanishib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa biz endi O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Jose Maria Mendesning guruhlar haqidagi fikrini bilmoqchimiz. Marhamat, guruhlarni sharhlab bersangiz. Guruhlarni bir sharhlab bersa qanday guruhlardan tafsilot olib quratish jarayoni Well, I think the most interesting is to see the gap or the difference that can be between the first division and second division, if there is any gap. I mean, it's interesting to see how the strongest team for second division can face some of the teams of first division. And I think it's the nice side of that. No? See that
teams of different divisions can play each other and see if there is any difference or not. Oliy liga va birinchi liga jamoalari o'rtasidagi farqni ko'rmoqchiman birinchi navbatda. Balki o'ylashim ular orasida juda katta farq bo'ladi. Va shuningdek, Oliy liga va birinchi liga jamoalari o'rtasida bo'ladigan bahsda o'yinda juda That's good. I think it's going to be interesting to see our younger players to play in this kind of levels, like the Jofra, I think it's going to be very interesting. Let's see some of the strongest teams of second divisions like Uzbekistan or CSU. That seems quite interesting. And I think it's going to be very interesting tournament. O'ylashim juda qiziq musobaqa bo'ladi. Asosan eng qiziq bo'ladigani bu milliy terma jamoamiz yoshlarimizning o'yinlarini ko'rish bo'ladi. Ya'ni bu darajaga qurolli o'yin ko'rsatishda bu musobaqada qatnashish men uchun asosiy o'ringa ega bo'ladi. Va shuningdek, ikkinchi Oliy ligada va birinchi ligada o'ynaydigan jamoalarning o'yinlari juda qiziq bo'ladi mana shu. Chunki Oliy liga va birinchi liga jamoalari o'rtasidagi o'yinlar bahsga kechadi. Qanday bo'lsa eslatib o'taman, Jose Maria Mendes janoblari allaqachon Qarshiga chiptalarni xarid qilib qo'ygan va bevosita Gol sport majmuasida bahslarning borishini kuzatib boradi va O'zbekiston terma jamoasi, milliy terma jamoaga ham o'yinchilarni, nomzod o'yinchilarni kuzatib boradi va qolaversa, hozir o'zlari ta'kidlab o'tganlaridek, O'zbekiston yoshlar terma jamoasining iqtidoridan ham voqif bo'lish kerak. Zero, aynan mana shu yoshlar milliy terma jamoamizning eng yaqin o'rinbosarlari hisoblanadi. Dasturning oxirida men bugungi dasturda ishtirok etganim uchun Jose Maria Mendesga minnatdorchilik bildiraman. Congratulations. Rahmat, sog' bo'ling. Va qadrli do'stlar, shuning bilan O'zbekiston Futbol Federatsiyasi YouTube kanali orqali O'zbekiston Kubogi musobaqasiga quvvatlash jarayoniga bag'ishlangan dasturimizga biz yakun yasaymiz. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz va O'zbekiston Futbol Federatsiyasi tomonidan o'tkaziladigan barcha musobaqalarni onlayn tarzda ekran orqali beriladigan jonli efirlar orqali bevosita kuzatib borishlaringizni so'rab qolamiz va o'z navbatda majmualarda sizlarni kutib qolamiz. Keyingi dasturlarda uchrashgunga xayr, salomat bo'ling.